Demek, muassasamizning 4 nafar o'quvchisi Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahriga chempionatga kelishib, ularda demak 3 nafari faxrli birinchi o'rinni hamda mana bu qizimiz Zoray oliy o'rinni qo'lga kiritdi. Olayamdan ikki og'iz fikrlar eshitdingda, keyin o'quvchilarimizni Dubaydagi tahsilotlarni eshitdik. Assalomu alaykum. Aziz ustozlar va mana shu dargohda ilm olayotgan mo'tabar, aziz, jajji o'quvchilarimiz. Mana shu ilmli dargohida ilm olayotgan 2 nafar nabiramiz o'qiyotgan ilmlardan juda ham xursandman. Mana Xudoga shukr, kichkina Mufazzalxon mana O'zbekistonga chiqdi, respublika musobaqasida ham oliy o'rinda oldi, mental arifmetikasi bo'yicha va yana Dubay shahriga borib, bunda ham Xudoga shukr oliy o'rinlarga ega bo'ldi. Bu Xudo xolasa ustozlarning xizmati deb o'ylayman. Olqishlab turamiz. Biz Dubayga borib ko'pgina oshnalar orttirdik. Biz muvaffaqiyatli o'rinlarda olib keldik. Dubay zo'r shahar ekan. Sizlarga borishni maslahat qilaman. Dubay zo'r shahar ekan. Olimpiada yaxshi o'tdi. Hammalarga rahmat. Assalomu alaykum. Biz yo'lda har kuni sayohatga chiqdik, mazza qilib aylanib yurdik, ko'rmagan joylarimizni ko'rib kelib oldik. Yaxshi o'qinglar. Hojona, bugun Qoraqalpog'istonda yana bir o'quvchimiz respublika chempionatiga kiryapti. Imtihonga kiryapti hozir. Mana 8:30 bo'lyapti, 9da imtihon kiradi. Hammamiz o'limizni duoga ochsangda, bir duo qilasiz. Alhamdulillah robbil alamin. Allohimizga hamdlar bo'lsin. Mana shu dargohdan, mana shunday o'quvchilar